Hammaga assalom bolalar. Men sizlar bilan bugungi videoroligimizda bolalar. Men qo'limda turgan ko'rib turgan ingrediyentlarni ko'rib turibsizlar bolalar. Bugungi videoroligimiz mana shu pastroykada bo'ladi bolalar. Mana o'sha qilib yotuvdim. Taqdir qazosi bilan bolalar. Tavba qildim. Video o'chib qolibdi. Ha bolalar, orona qilmaysizlar. Mana shunaqa 3 ta blog pluski mirda bolalar bo'lmasa like, podpiska kutaman sizlardan. Telegram kanalimga ham mod hamma narsalar tashlashlaringiz mumkin bolalar. Men u Telegram kanalimda shunaqa narsalarni yozib qo'ydim. Ha, siz kommentariyasiga kirib, mana shunaqa ideya bersalaringiz bo'ladi. Bolalar bo'lmasa men sizlar Telegram kanalida kutaman. Ha bolalar, va mana biz pluski mirdamiz. Mana 3 ta blok bor. 3 ta blokdan keyin yana 3 ta blok bu yoqdan nima qilishimiz kerak? Ha, mana 3 ta, hamma joydan 3 ta. Ha, bu защищенный baza bo'ladi. Tak, mana shunaqa 3 tadan bizlar unaqa qilamiz. Hoppa. Ha, xullas mana shunaqa qilamiz. Valla bo'lmasa ham tez o'tkazib mana qilib qo'yaman videoni. Va bolalar, mana tugatdik. Ha bolalar, video 11 kun, 12-kunda chiqadi. Mana qaranglar YouTube'da 11 kun oldin video qo'yildi deydi-yu. Keyin 12 kunida video chiqadi bolalar. Ha, endi nega bunaqa desalar, ham bolalar o'ylab qo'ygan bo'lsangiz kerak, nega bu video telefonda chiqmadi deb. Ha bolalar, endi telefonda obunachilar bilan o'ynaymiz. Ha, ya'ni sizlar bilan bolalar. Ha, endi men kompyuterda sizlar anaqada bo'lsalaringiz menga bir stidno bo'lib qoladi-da. Nima desam bo'ladi, bir boshqacharoq bo'lib qolaman. Shuning uchun xudo xohlasa Minecraft'ni o'zining versiyasini Telegram kanalga tashib qo'ydim. Ha, endi unga yaqinda bitta akkaunt ochaman. Ha, akkaunt ochgandan keyin o'zim Telegram kanalga yozaman, kiringlar deb server yoqildi. Ha, men mazza qilib pastroykalar qilamiz. Ha, pastroyka ko'p narsalar bo'ladi. Tak. Cheta qanaqadir kvadrat bo'ladi. Kvadratiga o'xshab qoldi. Mayli. Tak. Bolalar, agar mishkan ovoz chiqayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Mikrofon va narsalar hali olganim yo'q. Endi xudo xohlasa uringa ko'tarilamiz. Ha, hali yangi kompyuterlar olamiz. Bolalar, o'ylanib qoldim. Kompyutermi yoki nima desam bo'ladi? Notebook. Ha, endi boshqa bir Samarqand, endi yana qishlog'imga ketayotgan bo'lsam, notebook yaxshi, demak, notebook olganim ma'qul agar. Bunday qilib, hozir bola endi eshik qilamiz. Mana shu tarafda. Hozir birinchi ko'rib olaylik-da, bizlar qayerdan bittalik eshik bo'lar ekan. Tak, yaxshi, mana bolalar. Endi bizlar ikkinchi etajga chiqish uchun mana bu yerdan 3 ta yopamiz. Bolalar, sizlar 3 ta deb 2 ta zimasiga takrorlab ketsalaringiz bo'ladi. Endi bolalar, biz stupenka olamiz. Albatta bolalar, men modsiz. Albatta buni bemalol telefondagi Pocket Edition'ga qursalaringiz bo'ladi. Hoppa. Mana. To'xtatdik. Yo, biz bunday qo'yamiz, buni sal oldinga qilaylik-da. Buni bunday qilib, buni bunday qilamiz. Hoppa. Bunday qilamizlarda o'zimizlarga qulaylik qilib olamiz. Bu, короче bolalar, bu balkon bo'ladi. Ha, mana bu tarafda yopishimiz kerak. Hozir bolalar, bu yerda ham ko'ramiz nima qilishimizda. Qani mana bu yerdan ochib, bir sklad qo'ysak bo'lar ekan. Bu yerda 2 ta choymi? Shunda demak, mana bu ikkalasini mana qilib
mana shunday qilamiz edi. Buni bunday qilsak işte mana hozir ha valla kompyuterda shunisi udobniy. Dak va bolalar mana ikkinchi etajimizda narsalar уже ketyapti. Yaxshi. Dak mana bu yerda. Endi bolalar bizlarga eshik bu yerdamidi? Ha mana bizlarda bu ko'cha mana taraf uchun mana bu ko'chaga 3 asr clear qilamiz. Установлена погода ясная. Так. Qanaqadir bolalar mana bu yeri neudobniy bo'lib qoldi. Shuni bittalik qilsak nima deysizlar? O bolalar вообще udar bo'lar ekan. Tak. Ha, mana tarafimizdagi bizlarniki neudobniy bo'lib qoldi. Nek u mana ha, demak endi bolalar mana bitta joy bor ekan. Bitta mana shunaqa. Endi bu yerga sandiqcha qilib qo'yamiz. Mana bularni bunday olib, bunday yopamiz. Bu yer короче mana shunaqa qop-qorong'i bo'ladi. Tak, bolalar, mana uyimiz ham mana shunaqa holga keldi. Endi biz bu yerga oyna qo'yamiz. Oynalarimiz qayerda edi? Mana shu mana bolalar, biz oynani oddiy prostoyini qo'yamiz. Tak. Bu prosto tak hozircha bunaqa. Hali uylarini ichini bezatamiz. Hozir endi mana bu tarafdan yoki hozircha bolalar ikkinchi etajini qilib turamiz. Bo'ldi. Endi ikkinchi etajimizni bu yerlarini biz yopamiz. Mana bunday qilib chiqamiz. Qilib chiqqandan keyin adashib ketdim mana. Mana shundan qo'yamiz bolalar. Hozircha endi bir chiroyli chiqadi deb umid qilaman. Oppa mana bolalar. Oh shit. Tak. Oppa mana bolalar. Chiroylikina bo'ldi. Endi bolalar buni bunday qilamiz. Bolalar. Bu yerga bolalar, qanaqa o'yin tavsiya etasiz? Sizlar bilan o'ynashim uchun buni Telegram kanalimda yozib qoldiringizlar bolalar kommentariyasiga. Tak, bolalar, sizlar bizani videomizga qo'shilishlaringiz mumkin albatta. Mutlaqo bolalar bizlarda obunachilar bilan o'ynash bizlarga qiziq. Mutlaqo bepul. Bolalar endi bir xil yozish mumkin. Men bolalar hech kim lichkasiga yozmayman, faqat kanalga yozaman. Hech kim ishonmaysizlar bolalar, agar endi 380 ta odam podpishchigim bor endi bolalar endi eslatib turinglar. Baribir ham endi kerak bo'lib qoladi. Bolalar, men hech kimdan hech nima so'ramayman. Agar unaqa bo'lsa, administratorimizni o'zi yozadi bolalar. Ha, administrator kim bo'ladi? Bolalar, albatta o'zim bo'laman. Bitta akkaunt ochib, u chista podpishchiklar videoga kirish uchun
ID shuna narsalarni so'rashim mumkin. Endi bir yutuqli o'yinlar bo'lib qolsa-da Telegram kanalda. Ha. Bolalar faqat shu uchun men yozaman. Ha. Bolalar вообще zo'r chiqyapti. Hoppa. Buni qilamiz va Tayson tog'a. Tak, bunday qilamiz. Tak. Ha. Bunday qilsak va bolalar shu bilan bizning kvadratni uyimiz tugadi. Ya, hozir oynalar qo'yib chiqsak. Hoppa. Tak. Hoppa. Bolalar, kim mana shu uyni mana shu videoda qaytarib qilgan bo'lsa, mana shu uyga nimalar qo'shamiz bolalar biz. Buni screenshotini Telegram kanalimga yuboringizlar, nimalar qo'shamiz keyingi videoda bolalar. Albatta javoblaringizni kutaman. Bo'lmasam bolalar, men sizlar bilan bu level deb tugatishim mumkin. Yo'q, hali bolalar, biz mana bu yerini tom qilamiz. Короче, bizlarga hozir tom qismga bunday qilamiz. Vay. Yaxshi bolalar. Hozircha mana shundayligi yaxshi. Bolalar, keyin mana bu yonlariga biz ona qilamiz. Albatta, kommentariya, like'lar bilan podeshka qilib tursalaringiz bo'ldi bolalar. Menga farqi yo'q bolalar, faqat videoni ideya topish uchun bolalar. Rovna 12 kun ketadi. 12 kun ichida men video olaman. Video olaman, qiziqarli. Ya'ni sizlar tashlagan kartalardan video olaman bolalar. Endi biz mana bu yerga knopka qo'yishimiz kerak. Nima qilamiz arda? Knopka. Mexanizmi, bunga kirar ekan. Mayli, hozir buni biriga bunday qilib qo'ysak va bunday
Bolalar bu adashmasam nechinchi kunimiz hali bir. Tak zinamiz qayerda? Mana bolalar. Hozircha bir shunaqa qilib turadi. Bizlarga qizil kerak. Albatta bolalar o'zimda skinimga mos. Ha bola qorasini olsam ham bo'ladi, lekin o'zimda skinimda qizil ko'p, qizil yomon ko'p qatnashgan. Va bolalar birinchi dostijeniyani biz oldik. Yo-moyo, nimalar bu? Demak, birinchi kunimizda уже o'tdi. Balli. Mexanizmi knopka aloqatda. Ne qilamiz buni ichkarisiga bunday qilsak va bolalar bugungi videomiz mana shundan iborat bo'ldi. Like, подписка kutaman bolalar sizlardan, addushi bolalar. Bo'lmasa mayli, xayr.